Siz hozir eng katta xatolardan birini qilyapsiz, lekin xatoki buni o'zingiz ham sezganingiz yo'q. Doim uyda o'tirish bu shunchaki dam olish emas. Aslida hammasi oddiy ko'rinadi. Bugun hech qayerga chiqmayman, uyda qolaman, dam olaman. Lekin vaqt o'tib nima bo'ladi? Miya sustlashadi, fikrlar bir joyga aylanib qoladi va kayfiyat asta-sekinlik bilan tushadi. Psixologiyada buni aslida ruminatsiya deb atashadi. Ya'ni bir xil fikrni qayta o'ylab, uni ichida qolib ketasiz. Eng yomoni siz buni dangasalik deb ataysiz. Aslida bo'lsa bu aqliy charchoq. Aynan shu uchun ko'chaga chiqishni xohlamaysiz, odamlar bilan muloqot qilishni umuman xohlamay qolasiz. Bitta do'konga chiqib kelishni o'zi siz uchun juda ham katta bir mashaqqatga aylanadi. Kunlar bo'lsa shunday o'tadi. Telefon scrolling, kech uxlash, ertalab charchoq bilan uyg'onish. Va ichingizda bitta ovoz bo'ladi. Men shunchaki dam olyapman. Yo'q. Siz dam olganingiz yo'q. Siz asta-sekinlik bilan o'zingizni yo'qotib boryapsiz. Chunki dam olish bu izolyatsiya emas, dam olish muhitni o'zgartirish, hayot va harakatdan iborat. Agarda bu holat sizga tanish bo'lsa, kommentariyada men so'zni yozib qoldiring va undan tashqari aynan mana shunaqa foydali videolarni qo'yib yubormaslik uchun menga obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Va link orqali Telegram sahifamga obuna bo'ling. Telegram sahifamda men har hafta eng dolzarb mavzudagi darsliklar berib boraman.